Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz sirtlarning o'zaro kesishuvi. Hayotda sirtlar to'rtta holat bo'yicha kesishishi mumkin. Ya'ni sirtlarning kesishishi to'rtta vaziyatda bo'lishi mumkin. Birinchisi, sirtlar o'zaro kesishganda, ya'ni birinchisi bu qisman kesishuv. Ya'ni bunda nima degani qisman kesishuv? Birinchi detal, ikkinchi detalni qisman kesib o'tadi degan. Endi buni mana bu bir chizmada ko'radigan bo'lsak, chizmada ko'radigan bo'lsak, quyidagicha holat bo'lishi mumkin. Mana bunday bir holat bo'ladigan bo'lsa, aytaylik bitta shar. Mana bitta shar. Bir shar. Demak, bir sharni aytaylik bitta silindr kesib o'tyapti. Bitta silindr kesib o'tmoqda. Demak, mana bunday holat. Demak, markazda turib bu yerda bitta nima oladigan bo'lsak, mana bunday holat. Mana bu ikki silindr, birinchisi bu shar. Ve ikincisi ise silindr. Demek sharni silindr qisman kesib o'tyapti. Demek kesib o'tayotgan joyda mana shu joyda bo'ladi. Qisman kesib o'tyapti. Endi sizga tushunarli bo'lsa kerak, buni ikkinchi proyeksiyasini ko'rsatish unchalik shart bo'lmaydi. Shuning uchun men bitta proyeksiyasini o'zida ko'rsatib qo'yaman. Demak, mana bu sharni silindr qisman kesib o'tyapti. Ya'ni sharni shuncha qismini kesib o'tyapti. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat. Bir tomonlama urinib kesishuv. Demak, bunda nima degani bir tomonlama urinib kesishuv? Aytaylik, keling yana bitta sharni olib ko'ramiz. Mana bunday holat. Evet, mana bitta shar. Endi shu sharni bitta silindr kesib o'tyapti. Mana bunday holat. Demek mana bu silindr Demek mana bu silindr sharni bitta nuqtasiga urinib kesib o'tyapti. Demek mana bu nuqtasiga urinib, ya'ni A nuqtaga urinib kesib o'tyapti. Bu degani, demak, silindr sharniga urinib, yani bir tomonlama urinib kesishi. Bu ikkinchi holat. Uchinchi holatda demak, uchinchi holat deb ataymiz. Demak, uchinchi holat ikki tomonlama urinib kesishuv deb ataymiz.
Yani üçüncü holatda ikki tomonlama urinib kesishuv. Buning uchun demak, mana bu quyidagicha bo'ladi. Endi men faqatgina silindr bilan shart to'g'risida gapiryapman bu yerda, bu holatlarda. Demak, mana bu holatda, mana bu silindr ham bo'lishi mumkin, bu ikkala silindr ham bo'lishi mumkin. Silindr ham bo'lishi mumkin. Mana bu yerda ikkalasi ham silindr bo'lishi mumkin yoki ikkalasi ham shar bo'lishi mumkin. Bu yerda ikkalasi ham shar ham bo'lishi mumkin. Va hokazo. Demak, yaxshilab e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, bularda ham silindr ham shar bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi mana keyingi holat. Keyingi holatda keling, ikki tomonlama kesishuvga, ikki tomonlama urinib kesishuvga quyidagi misolni keltirib chiqaramiz. Demak, aytaylik bitta konus demak, konus bo'lgandan keyin bu o'qdan o'qqacha bo'lgan masofa albatta ikkalasi ham teng bo'lishi kerak. Aks holda bizning chizmamiz aniq chiqmay qolishi mumkin. Mana bunday bo'ladi. Mana silindr konusni chizib oldik. Endi bu yerdan yoki bitta silindr yoki bo'lmasa bitta shar kesib o'tishi mumkin bo'ladi. Yana shu yerda bitta silindrni kestirib ko'ramiz. Demak, buning uchun silindr bilan konusning markaziy o'q chiziqlarini, demak, silindr tomoniga mana bu markazdan perpendikulyar tushiramiz. Mana perpendikulyar tushiramiz. Xuddi shuningdek bu tomoniga perpendikulyar tushiramiz. Demak, mana bu ikkala nuqta kesishuv nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Demak, bu ikkalasini biz hozir bitta silindr chizadigan bo'lsak, demak, xuddi mana shunday holat yuzaga keladi. Demak, mana bunday holat. Demak, mana bu konus bo'ldi. Konus mana bu esa silindr bo'ldi. Silindr. Demak, bu ikki tomonlama kesishuv, ya'ni A nuqtada kesishyapti va B nuqtada kesishib o'tyapti. Mana bu ikki tomonlama kesishuvga misol bo'la oladi. Keling, keyingisi, ya'ni to'rtinchisi, bu to'la kesishuv deb ataladi. To'la kesishuv deb ataladi. To'la kesishuvga misol aytaylik, bitta shar, demak bu to'rtinchisi bo'ladi. Bitta shar hamda uni kesib o'tgan birorta silindrni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bitta silindr chizib, sharni chizib olamiz. Shar bu shar. Endi silindrni chizamiz. Silindrni chizamiz. Yoki konus yoki silindr va hokazo bo'lishi mumkin. Bu chizmalarni chizishda e'tibor qaratishimiz kerakki, mana shu markazni nuqtaga to'g'ri kelmasligi kerak. Ya'ni mana bu nimalar nuqtaga kelmasligi, to'g'ri kelib qolmasligi kerak. Albatta, bu ikkala o'q bir-biri bilan kesishgan holda bo'lishi kerak. Shundagina chizmamiz to'g'ri deb hisoblanadi. Endi menda chizayotgan paytimda, o'sha markazga qo'ygan paytimda o'sha yerda nima o'chib ketyapti. Keyin esa men buni to'g'rilab qo'yaman. Demak, endi to'rtinchisi to'la kesishuvga misol quyidagicha. Demak, endi yana biz bitta nima chizamiz, silindrni yana chizamiz. Demak, mana bunday holat.
Demek mana bunday bo'ldi. Demek mana bu silindr bo'ldi. Silindr. Albatta bu chiqib turadi. Bu yerda demak o'q chizib albatta bo'lishi kerak. Demak mana bu silindr, mana bu shar. Sharni silindr to'liq kesib o'tyapti. Demak mana ko'ryapsizki silindr hech qaysi tomoni bilan urinayotgani yo'q yoki biror tomoni mana qisman kesishayotganligi yo'q yoki bir tomonlama ham uringani yo'q. Demak mana bu to'la kesishuv deb ataladi. Yana bir bor qaytaramiz. Sirtlar o'zaro kesishganda to'rt xil vaziyat yuzaga kelishi mumkin ekan. Birinchisi qisman kesishuv. Qisman kesishuvda birinchi sirtni ikkinchi sirt qisman kesib o'tishi mumkin. Demak mana bu yerda shar bo'layotgan bo'lsa, sharda ikkinchi silindrimiz qisman kesib o'tyapti. Keyingisi bir tomonlama urinib kesishuv. Agar mana buni biz shar deb ataydigan bo'lsak, sharda silindr bir tomoni bilan urinib kesib o'tyapti. Mana bu yerda uchinchisi esa ikki tomonlama urinib kesishuv. Demak mana bu yerda konusni shar ikki tomonlama urinib kesib o'tyapti. To'rtinchisi esa to'la kesishuv. Demak to'la kesishuvda birinchi detalni ikkinchi detal to'liq kesib o'tyapti. Demak hurmatli talabalar, shu bilan bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.